Birinchi kelishda juda haligi oson bo'lsa kerak, borib turib, haligi odamlar bilan gaplashsangiz, ishlar ko'p, pul topish oson. Unchalik tanishmasdim. Hayot qanaqa, masalan, videolarda ko'ramiz-ku, Koreyaga kelish yashash qiyin, pul topish qiyin. Xudoga shukr, lekin sezmaganman boshida kelganimda. Boshida faqat stress nimadan bo'lgan? Boshqa joyga o'rganish bo'lgan, ovqatlariga o'rganish bo'lgan. Kelganda menda ham xuddi hamma qanaqa prosesdan o'tgan bo'lsa, men ham shu bunaqa moslash prosesidan o'tganman. Keyinchalik o'qish tugatgandan keyin ham uzoq muddatli karyerada yoki hayotda shu yerda qurmoqchi bo'lganimiz u holatda Boshqalarga o'xshab ko'chada ishlaganmiz, pochta ishlarida ishlab, kontrakt pul qo'yganmiz, lekin oson bo'lmagan. Qimmatligi uchun kontrakt. Yagona yo'li shu holatlarda ham tilni yaxshi bilgan odamga osonroq bo'ladimi? Faqat ingliz tilini biladigan bo'lsa, qayerda qaysi gapni gapirish kerak yoki qayerda Universitetga kelish maslahat bermayman. Hech qachon. Agar men ishlashga bormoqchiman desa, universitetga kelmasin. Chunki universitet baribir xohlaysizmi yo'qmi, qo'shimcha narsalari bo'ladi. Magistrga kelsangiz tezis yozishingiz kerak bo'ladi, report yozishingiz kerak bo'ladi. Hammaga assalomu alaykum. Mr. Snow kanaliga xush kelibsiz. Bu galgi videomizda Koreyadagi universitetlar va talabalik haqida gaplashamiz. Nimaga aynan shu mavzu? Sababi juda ham oddiy. Ko'plab yurtdoshlarimiz Koreyaga o'qish bahona borib olsam bo'ldi degan maqsadda yurishadi. Lekin bu yerdagi hayot haqida ularda yetarlicha ma'lumot yo'q. Shu bois bu yerga kelishdan oldin to'g'ri maqsadni qo'yish, qaysi universitet eng zo'r emas, balki qaysi universitet siz uchun eng zo'ri bo'la olishligini bilish va Koreya hayotini ozmoz bo'lsa-da o'rganish bu juda ham muhim. Ushbu videomizda Koreyada ancha yildan beri yashab kelayotgan va shu kungacha o'z yo'lini topib olgan yurtdoshlarimiz o'z tajribalari bilan, bilimlari bilan bo'lishadi. Va umid qilamanki, video oxirida siz o'zingizga kerakli qarorni va eng muhimi, nima uchun Koreyaga kelayotganligingizni bilib olasiz degan umiddamiz. Agarda tayyor bo'lsangiz, biz boshladik.